Afg'on yarasi kasalligini davolashda sizning immunitetingiz asosiy rolni o'ynaydi. Teri leishmaniozi kasalligini xalq tilida afg'on yarasi yoki yillik yara ham deyiladi. Kasallik qo'zg'atuvchisini pashshalar tarqatadi va pashshalar chaqish hisobiga kasallik kelib chiqadi. Kasallikni davolashda eng asosiy e'tibor beradigan jihatimiz kasallikda yarani ustini albatta bog'lam ostida qo'yishimiz kerak va yaraga hech qanaqa suv tegizmaslik kerak bo'ladi. Eng asosiy o'rinda. Qolgan dori-darmonlar bilan davolash ikkinchi o'rinda turadi, chunki yaraga suv tegizadigan bo'lsak, yara bitmaydi va dori-darmonlarning foydasi bo'lmaydi. Yarani tuzalish davri 1 yilgacha ham cho'zilishi mumkin. Leishmanioz kasalligini davolashda kasallikning qaysi bosqichda ekanligini e'tiborga olinadi va davolash taktikasini tavsiya qilinadi. Va shu orqali kasallikni 1-2 oygacha tuzalish bosqichiga erishishimiz mumkin. Sizda yoki tanishlaringizda shu kasallik bilan bog'liq muammolari bor bo'lsa, bemalol telefon raqamlari orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin.